Assalomu alaykum qadrdonlar. Tak, mana Teplitsaga soat 9 bo'ldi kechasi. Bizda svet bor Teplitsa zimniy. Mana bu tomonga bolgarskini ekdim. Birinchi yer tekizladik, gungutlarni, biogumuslarni olib kirganlarni solib, aralashtirib, kulni sepib, kul bilan aralashtirib, keyin tomchini qo'ydimda bitta tomlatishdim. Tomgandan keyin menda 40 cm, 20 cm shag bilan tomadi. 40 cm уже metga chiqadi. Keyin shlangni o'rtaga olib qo'yib, bolgarskilarni ekdim. Qanaqa tartibda, mana ko'rsalaring, bittasi bu yoqda, ikkitani o'rtasiga shaxmat qilib. Bu yog'iga почти 45 cm ga bittadan pomidor ekdim. Bu anaqa gibrid pomidor bas. Buni meva qilganda ko'rasizlar, bu prosta ko'chani pomidori haligi. Kartochka palak degani. Ikkita qator kartochka palak. U tomon yarmigacha oq bolgar, yarmidan ag'i baqlajon, urug'siz baqlajondan. Mana shunaqa qilib ekdim. Keyin 200-150 grammdan Maxim bilan rotordan quyib chiqdik. Tagidan. Endi konkretni qilib shlanglarni tortib suv berishni boshladim. Suvni davleniyada beryapman. Ko'rinayotgan bo'lsa, qayerda ko'rinyapti? Tomishini qarang, chak 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 chak. Bochka eskirib teshilgan ekan, hali yangi bochka kelgan yo'q. Primoy nasoska ulandi. Tashqarida biogumusga ham suv sepyapti. Bo'lmasa davleniya baland. Bu tomonda ham 2-3 ta fontan ishlayapti. Agar hammasini bekitsam, shlankalar yorib yuborsa kerak. Glubinli nasosimiz quduqdan suv tortadi. Mana bu приспособлениялар, bitta ip tortiladi. Mana yoqqa alohida ip ketadi. Bunisidan yana alohida ip ketadi. Mana bu qator ketadi. Bu qator ana shu. Bu aslida oldin qalampir ekamiz. Biz qishda qalampir ekardim. Shu qalampirga qilingan narsalar. Endi bolgarskini ham shunaqa qilib ipga baylab qo'yamiz. Nimaki bu anchagacha o'sadi. Почти qishgacha boradi. 2 metrga ko'tarilishi ham mumkin. Shuning uchun bularni baylamasak shoxlari sinib ketadi. Bu o'sh qalampir deydi. Qizil bolgar katta qiladi, xuddi Ferrarilarga o'xshab. Nari tomonda ham ip tortib qo'yaman. U tomonga ham shunaqa narsalarim bor. U chekkaga ham qo'yaman. Uni oq bolgarga, keyin baqlajonni ham shunaqa qilib shoxlarini baylab qo'yamiz. Shtop aqa-baqa sochilib ketmasligi uchun o'sha 50 cm ichida shoxlab o'sha yerda meva qiladi. Endi ertaga xudo xolasa ertalab turib drojjevый nastoy qilamiz. Nastoyga uspet qilmadim. Nastoy qilib chiqaman. Ertalab bas, ertaga kechki payt. Undan keyin bir kun o'tkazib kuldan nastoyga yasab uni quyib chiqamiz. Fosfor bilan kalsiy. Keyin o'sishini boshlaydi. Suvni kamroq beramiz. Ag'i yana davom etaveradi. Qanaqangi bir nima quyishlarim hammasini sizlarga ko'rsatib, ertadan keyin bochka olib kelib o'rnataman. Через bochka hamma dorilarni beramiz. Sog' bo'linglar, like bosinglar. Davomini ko'rishda davom etinglar. Пока.